Bu kelin shalto kelin. Qaynonam meni yoqtirmaydilar. Qaynonam bilan urushib qolganimizdan keyin 3 oy davomida ota-onamni ko'rishga, ota uyimga bormaganman. Arzimagan narsadan talashib qoldik. Qaynonam bilganingizni qiling deb xonalariga kirib ketdilar. Hali yoshman, oilada shunaqa vaziyatlar bo'lishini xayolimga ham keltirmasdim. To'g'risi jahlim chiqdi. Nimaga menga jahl qiladilar? Katta uyda xizmatlarini qilsam, ham bolalarimga qarasam, uni ustiga ishlayman, sal ko'nglimga qarasili bo'lardi deb o'yladim. Yakshanba kuni ota-onamni ko'rishga borardim. Bu janjaldan keyin esa ruxsat so'rashga g'ururim yo'l qo'ymadi. Indamay yurdim. Oradan 3 oyga yaqin vaqt o'tdi. Dasturxon boshida choy ichib o'tirganimizda katta o'sinim ota-onasining uyiga borishga ruxsat so'radi. Shunda qaynonam menga qarab, "Dilobarxon, siz qachon borasiz uyingizga? Ota-ona g'animat, sizni sog'inib o'tirishgandir" dedilar. Shu payt ko'zimdan yosh chiqib ketdi, yig'lavordim. Qaynonam menga katta dars berdilar. G'urur ustida ruxsat so'ramayotganim, qilgan ishimdan uyalib ham qoldim. Bu eski podvalda yotgan qozonni esa billur sredstvasida tozaladim. Natija yomon bo'lmadi. Hikoyamning davomini keyingi videoda qo'yaman. Obuna bo'lib qo'ying.